2025-yilda voz kechilishi tavsiya etiladigan 5 ta mahsulot. 5-o'rin shirinliklar va shokoladlar. Energiya yetishmovchiligi, tishlarga zarar va qaramlik. Bular sun'iy qo'shimchalarga boy qandolat mahsulotlarining asosiy xavflaridir. 4-o'rin muzlatilgan taomlar. Tez va qulay, ammo natriy konservantlar, zararli yog'lar bilan to'ldirilgan. Natija yuqori qon bosimi va ortiqcha vazn. 3-o'rin margarin, trans yog'lar bilan to'yingan. Qon tomirlariga tiqilib, odamni insult qiladi. 2-o'rin qovurilgan tovuq go'shti, qarsildoq va mazali. Yuqori haroratda qovurilgani hisobiga yog'lar zararli birikmaga aylanadi. Yana un bilan qoplanganligi uchun tez semirtirib yuboradi. 1-o'rin gazli ichimliklar. Shirin yoki oddiy, gazli farqi yo'q. Gazlangan ichimliklar qand miqdorini oshiradi, metabolizmni buzadi va organizmga jiddiy zarar yetkazadi. Ulardan qaysi biridan voz kechish siz uchun qiyinlik qiladi? Izohlarda fikringizni qoldiring.